Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Qadrli ko'ruvchilarimiz. Qalbdan qalbga nomli programmamizning 25-soni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu muborak oyning har bir kundan boshlab har kuni huzuringizda qimmatli ustozlarimizning bir-biridan go'zal so'zlari bilan huzuringizda bo'layotimiz. Alloh subhanahu va taolo barliq amallarimizni boshda Ramazon ro'zasi bilish bilan bu jarayonda so'zlangan barliq temalarni tushunib, amal qilib, Allohning rahmatiga erishgan baxtli bandalarning qatoridan qilishini tuvanchilik bilan so'raymiz Rabbimizdan. Bugungi temamiz intayin muhim tema. Biz bo'libmi bu ishg'oliyatdan keyin inson yer yuzida az uchraydigan, balki eng ig'irini tortyapmiz desakmi artıq qilmagan bo'lamiz endi. Ashundaq fojialarni boshdan ko'chirayotgan bir millat bo'lib sifatimiz bilan eng tashna bo'lgan, eng orzu qilayotgan cho'ngdan kichikimizgacha hammamiz bir tema haqida to'xtalamiz deb e'lon bergandik. U bo'lsa mustaqillik va jihad bir-birisidan ayrilanmaydigan. Biz ko'zlamoqchi bo'lgan o mustaqillikka yetadigan yo'l nima? Albatta ilgari nurg'un qatam har xil programmalarimizni sunduq. Bugun bu ulug' muborak kunda bu tema haqida yana bir to'xtalaylik deb o'zingizga o'tiribdik. Bugungi programmamizning aziz mehmoni hammalar tanishib bo'lgan, ilgari ko'plagan programmamizda huzuringizda bo'lgan ustozlarimizdan Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi hurmatli ustoz Abdusalom Olimni taklif qildik. Ta Avstraliyadan ziyoratimizni qabul qilib programmamizga qatnashib berganligi uchun oldin bilan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilib o'tadi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda ustoz bevosita kirib kelsak, oldi bilan islomda dinimizda shu mustaqillik tushunchasi qanday tushuntirilgan, buning ruhiy va siyosiy jihatdagi hukmini bir tushuntirib o'tgan bo'lsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Siz yuqorida deb o'tgandek, bu biz uchun bo'lganda bu Sharq Turkistonliklarga nisbatan bu nihoyatda intayin muhim bir tema. Buni yashash, buni tushunish bizga xuddi boshqa diniy amallarni o'rganishga o'xshash bu muhim. Chunki biz uchun bo'lganda bu jihad, ya'ni bu mustaqillik bizningki mavjud bo'lib turishimizga, mavjudiyatimizga, kelgusimizga va hozirgi mushu vaziyatdan qutulishimizga va shu asoratdan qutulishimiz uchun intayin muhim bo'lgan omillarning birisi. Shunga buni xohlasaqmi, xohlamasaqmi, buningdan biz bosh tortib olmaymiz. Buning uchun yuragimiz Sharq Turkistonlik bo'lish bir yurak bo'ldi ekan, bizda Sharq Turkistonlik yuragi bo'ldi ekan. Shu zaminni Alloh subhanahu va taolo inom qilgan ekan. Albatta buning uchun biz ham tirishimiz, ham bundan chiqishninki yo'llarini izlashimiz va mushu yo'lda ilib berilayotgan eng to'g'ri bo'lgan yo'llarni, ishlarni qo'llash va natijada o'zimizningki mustaqilligini o'rganib qo'llab bu biz uchun muhim. Bu bir muqaddim shaklda deb o'tib keldi. Ya'ni biz islom dinimizda mustaqillik yoki hurlik degan so'zning zodi islomda o'rni bormi yo'qmi desa, bu islomningki nihoyat muhim ta'limotlardan birisi. Hurlikni islomda hur yashash. Ya'ni buni hozirgi siyosiy ilmidan aytqanda mustaqil yashash deb qaraladi. Ammo islomda asal hurriya, hur yashash, ozod yashash bu islomningki asosliq ta'limotlardan birisi. Bu nima deganda, demak buni orqali Alloh subhanahu va taologa hech qanday besimsiz, hech qanday bir to'salg'usiz faqat bir Allohga qulchilik qilish hurligi. Ya'ni mening Allah subhanahu va taolo meni yaratdi, men shu Allohning quli, men shu Allohga qul bo'lishim kerak. Men shu Allah subhanahu va taoloning qonuniy, nizomi va buyrug'i bilan yashashim kerak. Meni mushu yo'limda hech qanday bir narsaning to'salg'i bo'lmasligi kerak degan bu nuqtadagi hurlik bu haqiqiy islom dinining asosiy hurlik chaqiriqi. İslamda mesela şundaq insonningki hur yaralganligi,
ve hür yaşaş hakkının bağlılığını Allah İslam'da bunu sürtümüz. Bunun örnek misallerden birisi Ömer radıyallahu anh'ınki öz vaxtida kaçandan birisi insanlarını kul kılışıp başladığına emniyette onu anılsa her bir balını hür azap tuqqan tusa degan bu nuqtanınki hech qanday bir adamninki kul qilinishi hech qanday bir adamninki asorat yashashiga to'g'ri bo'lmaydiganligi buning jinoyat ekanligi ne bu İslam'da yol qo'yilgan İslam ruxsat qiladigan ish va yoki hozirgi dunyoda xalqaro qonun deymiz insonlar o'zi qurib chiqqan qonundimi bu hargizmi qabul qilinmaydigan va uni qilishning o'zini bir jinoyat deb tunilgan bir ish. Şuna İslam dinimizde mustaqillik kelsak endi bu İslam dininde mustaqillikni qanday tushunamiz deganda o'zingning ziminini, hayotini, sana tegishli bo'lgan haq huquqingni boshqalar tarafidan dafsalni qilinishidan saqlash, qutqizish. Agar dafsalga uchirgan bo'lsang, uni qutqizib chiqish, zulmga qarshi turish, haq uchun kurash qilish deb tushunildi. Ammo natijada yana sen mushu narsalarni erishmay turib, sen asli sening yaralgan asli muddaoying, ya'ni Allohga to'g'ri qulchilikni sen bunisi qilolmaysan. Yani biz hozir şu vaziyatda yashayapmiz. Şu o'zimizningki zemini qo'limizda emas, davlatimiz yo'q, mustaqilligimiz yo'q. Bo'lganligi uchun nima bo'ldi? Biz Allohga to'g'ri qulchiligimizni ado qilamiz. Namozimizni o'qimayapmiz. Ayollarimiz, qizlarimiz yolg'on chigamayotdi. Qur'on o'qimayotdi, ibodatni qilmayotdi. Demak biz buni mushu shakldan biz mustaqillikni nimasini qarab chiqilgan bo'lsak, bizning mustaqil bo'lishimiz, odat bo'lishimizningki biz uchun farz ekanligi, vojib ekanligi. Çünkü biz bununsiz o'zimizningki bir kishilik mu'min musulmon da'vatini ado qilolmaydiganligimizni ko'rsatamiz. Ammo bu yerda bir nuqtani qo'shib aytilgan bir muhim narsa bor. U bo'lsa, hurlik degan vaqtimizda mustaqil iroda, mustaqil fikr bilan yashamaydigan vaqtda bu cheksiz bir narsa emas. Islom dinida bunun bir cheki bor. Sen mustaqil hür yaşaysa ama bir kanun aslı yaşaysa, bir nizamname aslı yaşaysa, onun en sağlam kanunu nima? Kalamullah, Allah'ın kelamı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ınki hayatını tatbiqlab bizga o'rgatgan bir nizomnomasi bor. Shuni asos qilib turib, demak, insonlar bilan chiqishib yashash, bir-birining haq-huquqiga tajovuz qilmaslik, boshqalarning boshqa fikri bo'lsa, unga hurmat qilishdan iborat. Bu shakldagi hurlikka hurmat qilish bo'ladi. Lekin men hurma xoliqni qilma, xoligan narsani deyishim kerak, xoligan narsani qilishim kerak degan shaylarni qilib, boshqalarningki aqidasiga, boshqalarning haq-huquqiga tajovuz qilgan ishlar bo'lsa, u vaqtda hurlik bo'lmaydi, bu tajovuzga kiradi. Demak, hurlik mustaqillik o'zining doirasidan chetlab ketgan vaqtda nima bo'ladi? Boshqalarning haq-huquqiga tajovuz qilganlik bo'ladi. Masalan, Xitoy hozir o'zini bir davlat deb qaraydi. O'zining mustaqilligidan faxrlanib yashayapti. Biz davlatimiz bor deydi. Ammo masalan, u mustaqilligini o'zingga, ammo masalan, u mustaqilliging, u kuching, u siyosating bilan boshqalarning zamining ustida nima qilib olsang, u vaqtda mustaqil emas, tajovuzchiga kirsan. Chunki biz hammamizdan buni shunday tajovuz deb tunishimizdagi birdan-bir omil nima deganda, chunki ular o'zining mustaqilligining hur yashashiningki chegarasidan olqib ketgan. Shu orqali bu zolimga, tajovuzchiga o'tib qolganligi uchun bu yerda bunday tajovuzchiga qarshi kurash qilishning o'zi mustaqillikqa, hurlikka erishishning yo'li. Buni taqim kichiklik aytgan vaqtimizda men o'zimning oilasida, o'zimning uyida xohlagan ishni qila olaman. O'zimning oilasi qurgan bir nizomim bor, yo'lim bor, buni oilam uni tushirdi, qabul qildi, bolalarim uni olmadi. Ammo men buni ekilibla Hoşlanmniki ekiblam ve hoşlanmni muştaq bo'lsin deb buni ekiblam mening yo'lim ma'vo sen muştaq yashaysan devasam o vaqtda men hurlik mening yo'lim mening tanlashim bu devasam bo'lmaydi. Va u hoşlanmniki o'zining tutgan yo'liga hurmat qilishim kerak. Ya'ni mushu narsa oddiy shaklda qaraganda hammadan tushuniladigan bir narsa, ammo buni siyosiy cho'ng nuqtadan qaragan vaqtida buni kuchi bala boshqalarni buzaq qilish, boshqalarning zaminini tortib olish, ularning haq-huquqiga tajovuz qilish, ularning e'tiqodini burmalashdan iborat ishlarni bu o'zining kuchi degan ma'lumotni o'rtaga chiqardi va boshqalarni shuni qabul qilishga ular har xil yo'llar bilan buni kuchini iste'mol qiladi yoki uni iqtisod bilan ularni aldashga tirishadi. Buning hammasi haqiqiy mustaqillikka va haqiqiy hurlikka zid ishlar olib qoladi. Bu islomningki nuqtai nazaridan qaragan vaqtda bizning nurg'un paketlarni Qur'oni Karimda uchirtimiz. Xo'sh. Shunga bu yerda hurlik bilan mustaqillikningkini bu nimasini tanglab yashash. Hurlik insonning qayerdan qayergacha bo'ladi? Mustaqillik doirasi qayerdan qayergacha bo'ladi. Xuddi masalan bu jug'rafiyalik o'rnimiz bo'ladi, zaminimiz bor, buni shu yerda yashayotgan insonlar o'zining e'tiqodiningki nimasiga ko'ra, o'zining urf-odatiga ko'ra, o'zining yashash xarakteriga ko'ra uni qo'llab-qo'g'dab yashash. Bu mana bu haqiqiy hurlik va mustaqillik bo'ladi. Mustaqil bo'lgan kishilarning ustidan mustaqillikningki shuni qo'g'dash yashashning o'zi bir talab qilinadigan bir narsa.
bizga nisbatan mustaqilligimiz yo'q, uni elish bizning majburiyatimiz bo'lgan bo'lsa, mustaqil yashayotgan, boshqalarning huquqiga tajovuz qilmay, o'zining doirasida yashagan, mustaqil yashayotgan davlatlarning o'zining mustaqilligini qo'llash uchun kurash qilishi, bu ular har bir davlatning ustiga yuklangan bir majburiyat, oddiy bir insoniy bir mas'uliyat deb tushunish kerak. Xo'sh, xo'sh. Alloh rozi bo'lsin. Hamda ustozim shu Qur'oni Karimda jihad hukmi bu so'z qaysi xil o'xshamagan ma'noda ishlatilgan. Mushuni bir tushunib o'tgan bo'lsak. Xo'sh, Qur'oni Karimda jihadninki nurg'un o'xshamagan ma'noga kelganligini ko'ramiz. Shunga bu Qur'oni Karimni to'g'ri ravishda o'qimagan, tushunmagan va uni tafsirini bilmagan insonlar bu jihad so'zini qalaymagan tushunib qilib, o'z o'rnida ishlatmay, ba'zida xatolashib, ba'zida oshqulliqqa, ba'zida buning ahamiyat bermay, yo'q bizni bunday qilgan imkoniyatimiz yo'q deb uni biroq uni voz kechirgan har xil tushunchalarga uchrayotganligini insonlarning ko'ramiz. Bu hozirgi davrda emas, tarixdan beri bo'lib kelgan bir voqea. Endi Qur'oni Karimninki bir nimasidan aynigidan qaraydigan bo'lsak, jihad Qur'oni Karimda faqat kishilarninki umumiy dushmanlarninki yo kofirlarning nimasiga tushunchasi qaraganda, ularning nazaridan qaragan vaqtida jihad degan vaqtida urush, o'ltirish degan naqddan shu bir nuqtadan qaraydi. Masalan, hozirgi g'arb elleridagi masalan media mush nimalarning hammasida propaganda qilib, mush narsa o'tirib qo'ydi. Demak, bu orqali islomni va musulmonlarni xunuklashtirish, ularni tushirish uchun iste'mol qiladi buni. Bu dushmanlar tarafimizdan nima qilgan. Musulmonlarning ma'lum qismi buni shu bo'yicha tushunganlar bor. Shu g'arb mediasidagi ta'sirga uchragan. Ba'zilari buni hozir bu narsa yo'q, bu tarixda bo'lgan degan bu tarix bilan bog'lab tug'dirganlar bor. Ammo biz buni to'g'ri nimadan ko'radigan bo'lsak, jihad Qur'oni Karimda urush, dushmanlarga qarshi qurol ko'tarib urush qilish va ulardan o'zgadagi haq bo'lgan narsani ulardan qaytarib olish, ya'ni o'zining zamini bo'lsin, haq-huquq bo'lsin, mol-mulki bo'lsin, izzat obro'y bo'lsin, buni qo'g'dash uchun ishlatiladigan kuch, qurol kuchini jihad deyiladi. Shunga Qur'oni Karimda buni qital degan so'z bilan iste'mol qilinadi. Waqatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum va la ta'tadu. Ya'ni sizlarga qarshi urush ochganlarga qarshi urushinglar. Deb qilib, yine Allah subhanahu wa ta'ala bir prinsip o'tirib qo'ygan. Sizlar chekinglardan eshib ketmanglar. Demak, bu prinsip pek muhim prinsipda. Boshqalarninki huquqiga, o'zinglarninkini af bo'lgandan keyin, o'zinglarning huquqiga erishgandan keyin sizlar boshqalarninkiga tajovuz qilmanglar. Ya'ni bu hukm islom tariximizdagi va shu islomning kengaygan vaqtidagi tarixga qaragan bo'lsak, mana bu shaklda ilib berilgan. Hech kimga tajovuz qilib besib bilib, butun odamlarni aklab u yerda turg'izib, besib olgan, uning barliq mol-mulkini hamma olgan shaklda emas. Ammo ularga da'vat qilish orqali ularni qabul qilgan bo'lsa, islom bilan qabul qilmasa, o'zining ixtiyori bilan, o'zining dini, o'zining urf-odati, o'zining tili, hamma narsani ular qo'g'dirgan va ularga yo'l qo'ygan asosda ilib borgan. Ikkinchi ma'nosi jihad Alloh yo'liga, ya'ni Allohning diniga da'vat qilish ishidir. Masalan, bunun ayet "Vajahiduhum bihi jihadan kabira." Ular qarsan cho'ng jihad qilib, katta jihad bu yerda tafsirlarda da'vatni qilish, ya'ni Allohning birlik va barlig'ini ularga yetkazish. Chunki bu bütün peygamberlerinki ortak cihadı bu. Çünkü "U'budullaha ma lakum min ilahin gayru." Yine bir Allah'tan başka xudo yo'q, ma'bud yo'q, faqat shu bir Allohga ibodat qilinglar degan bu chaqiriqni ilib berish, endi bu chaqiriqni qilish jarayonida nurg'un jafo mushaqqatlarga duch kelgan gap. Jihad degan tirishchanlik, lug'at ma'nosida bilsak, tirishish, surkishish, qarshilikqa uchrash, nurg'un tahdidlarga uchrash, buning hammasiga sabr qilib, dadil turib davom qilish yo'lini. Bu ma'noda shu da'vatninki yo'li bu oddiy masala emas. Masjidlarimizda turib, masjidga kelgan jamoatlarga Qur'onning tafsirini qilish, iqtilodan so'zlash, bu bo'lsa diniy ta'lim berish yo'lidir. Da'vat, haqiqiy da'vat degan nima deganda, bu dinni bilmaganlarga bu Qur'oni Karimninki ruhini, dinimizningki ruhini ularga yetkazish. Bu vaqtda ko'ramiz uniki da'vatninki rasmiy jihad ekanligini. Bu shu yo'lga kirib, manganlar uni his qiladi buni. Ammo o'zimizning musulmonlar orasida o'tirib, musulmonlarni masjidga chaqirib, ularga diniy tabliq qilishning o'zini ba'zida uni jihad deb oladi, ammo to'g'ri, u bir yo'li, ammo da'vat haqiqiy Allohning dinini boshqa yetkazishga elib beradigan jihad bu haqiqiy jihadniki bir turi. Undan keyin yana insonning o'zininki havoyi havasiga qarshi Allah to'sqan ishlardan yerish uchun bu harakat qilishni unga bir kuch kerak. Bunga bir jasorat kerak bo'ladi. İnsonningki havoyi havasi, uningki atrofdagi muhiti, nurg'un islom dinida to'g'ri bo'lmagan ishlarni qilishga undaydi. Masalan, shu naqshi muzika degan shunchalik umumlashib ketganlik masalan, dinimiz ravo ko'rmaydigan ishlarni o'tsa. Hozir muomallarda masalan bir-birini aldaydigan, bir-birini qo'yadigan, shunday muomalaga qalaymaganchiliklar hammasi bo'layotdi. Jamiyatimizda shunchalik umumlashib ketdiki, bu narsa boshqalar qilgandek men shunday qilmasam
bo'lmaydigan, yashayanmaydigan deydigan mashakildagi ishlar o'ngshash tarafdori emas, uning kirib ketadigan tarafdori, uni qabul qilib qoladigan tarafdori bor. Bu xato. Ya'ni mushuni o'ngshash uchun harakat qilishning o'zi bu bir jihat. Ya'ni jamiyatdagi insonsizlikni, jamiyatdagi qalaymaqonchilikni, axloqsizlikni, muomaladagi egizmaslikni o'ngshash uchun harakat qilish. Buning ahllari masalan tijoratchilar bo'lsa, to'g'ri tijorat qiladigan odamlar boshqalarga tijoratning to'g'ri yo'lini ko'rsatish. Dehqon bo'lsa, uni to'g'ri dehqonchilik qilishlik yo'lini boshqalarga o'rgatish. Buning hammasi islomniki ko'rsatmasi bo'yicha u jihatning nimasiga kiradi. Yana birisi Alloh yo'lida pul xarjlash, Alloh yo'lida o'zining borlig'ini atash. Ba'zi mayli bilan, ba'zi to'g'ri kelgan vaqtda jini bilan buni Alloh subhanahu va taolo yo'lida atash bu jihatningki turiga kiradi. Ana bundan boshqami yana nurg'un turlari tafsiliy kirsak, yana masalan zulmga qarshi turish, mustabidlikka qarshi harakat qilish, haqni so'zlashdan iborat yo'llarning hammasini jihad ma'nida uchirtimiz. Ya'ni Qur'oni Karimda buning hammasining nimasi bor. Dushmanga qarshi urush qilishningki, o'zingning nafsiga qarshi urush qilishningki, jihad qilishningki, iborat da'vatningki haqidagi jihad qilishning yo'llarini nimasini ma'nilarining hammani biz Qur'oni Karimda uchirtimiz. Xo'sh, Alloh rozi bo'lsin. Hamda ustoz shu islom tarixida albatta tamush nurg'un fathilar, diyorlar oqidan fath qilindi. Bu jihad tushunchasi qanday taraqqiy qilgan islom tariximizda? Buni hargizmi bugungi zamondagi yoki shu yaqinqi bir necha yilning ichidagi ishg'oliyatdan bizning islomda bo'lgan ishlarning o'ttirisida osmon zamin farq bor. Ammo buni hatto bugun ba'zi inkoslarga qarasa, yani bilimsizlikdan insonlar islom tarixidagi bu fathlarni xuddi bugungi dunyoda bo'layotgan nohaqchilik, ishg'oliyatga uchrash, boshqalarning zaminini bosib olish, buni xuddi islomda bodek ko'rdiganlar bor hamda. Buni biraz böyle tushunib o'tgan bo'lsak. Yani bununki birinchi javobi nima desangiz, islom tarixini to'g'ri analiz qilib o'qimaganlik, bilmaganlik. Bu boshqalarningki tushuntirib bergan yo'li bilan anglash. Ya'ni biz eng oddiy bir usul var. Har qanday bir narsa o'rganib ekanmiz, uning asli manbaiga borib o'rganishimiz kerak. Onu başkalarınınki de bir şeyler öğrensek, bu insan özünün kallasında ortaya koyan bir fikri var. Şunu asas tutup başkalarına sunudur. Demek bir yerde biz doğru analiz kılamayız, doğru anlayamayız. Bunun asli kaydışımız gerekir. Şu an biz hem de bunu cihat meselesi gelsek, İslam tarihinde cihatınki mevcut buluşu, meydana gelişi ve onunki künsüre tarihte terakki kılışınınki ehvalı kandan boğan dese, bunun bir prensip ve ubusu mu adaletle berpa kılış. Yani zeminde adalet berpa kılış. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala insanların zeminin halifesi, qo'g'dug'uvchisi, qurg'uvchisi, buni ega bo'lib, buni taraqqiy qildiruvchi qilib yaratgan bo'lg'achqa, xalifa degan bu bir majburiyat va mas'uliyatni ustiga yuklagan bo'lg'achqa, buni ilib berishda, ilib beradigan harakatlarimizning hammasi bu jihatga kiradi. Bu adolatni asos qilgan. Haqni asos qilgan, haqni yetkazish, adolatni barpo qilish asos qilgan. Ham bu siyosiy o'zgarishlarningki va jamiyatning shu ijtimoiy kishilarningki hayotiningki ahvoliga qarata bu o'zgarib kelgan. Va bir xil tumaydi bu. Gerçi onun asli nimesi özgürmeydi. Ben buradaki asli çakırığı, onunki talebi özgürmeydi. Peki bunun şekilleri özgürmeydi. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatında cihatın başlanışı bilen boğan ise bu davet ile başlangan. Kıyınçılıklarla sabır kılış. Fakat Allah Subhanahu ve Teala'ya boğan bir Allah'ın ki tevhidiga boğan mesela müstahkem duruştan ibaret boğan. Bunun başlangan. Ondaki ikinci basqıçta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri Medine'ye hicret qilib kelganda, ondaki Allah Subhanahu wa Taala tunji qatim bularga quralliq, çünkü düşmanninki bu zulmeden qutulishninki yo'li bu faqatlam so'z bilan da'vat bilan yetarlik bo'lmaydiganligini Alloh ularga eskartib, "Uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu." Mana endi sizlarga bu dushmanlarga qarshi, çünkü sizlarga qarshi ular urush ochdi, buning sizlar shu yo'l bilan taqabul qilsangiz bo'lmaydi. Sizlarga shuning uchun buni ruxsat qilindi degan yo'l bilan ularga müminlerge bu cihatninki yeni bir basqıçını ko'rsatganligini bunu turtimiz. Şunu bilan şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başlığında nurgun cihatlarninki, nurgun uruşlarni o'rtaga chiqqanligi. Mana biz mushuk yillarda Peygamber Sallallohu hayotida tunji dushmanlarga qarshi elib borgan Badr urushininki shu nimasini yashayapmiz. Ramazon oyida bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga aytib, cho'ng katta bir nimalarni tarixiy bir nusratni bir yordamni Alloh subhanahu va taolo nasib qilgan. Undaki Fath Makkaga bo'lgan Allohning urushlarining hammasi buni Peygamber Sallallohu boshchiligida, yo'l boshlig'ida elib berilgan va boshqa g'azotlar bor. Undan keyin Peygamber Sallallohu davridan keyin Xulafa-ir Raşidin deymiz. Endi bu Peygamber Sallallohu xalifeler, to'rt xalifaning davrida bu jihad davom qilgan. Endi buning shaklini bo'lgan desa, u vaqtdagi jihadning shakli bu islom taraqqiy qilib musulmonlar o'zining davlatini qurgandan keyin bularga shu vaqtdagi siyosiy nimada havoda
ikki cho'ng kuch o'zidan boshqa bir kuchning bu yerda mayda bo'lib uchinchi bir kuchning chiqishiga rozi emas. Xo'sh. Xuddi burun Amerika bilan Rossiya o'zaro nima qilishyapti? Üçüncü bir kişi bir yol koymaydı ama öz aramda tokuşup durup birbirini yo'q için harakat qilgan. Amerika bunun üstünlük egallab, ahirda u dünya qo'yishdarlik qilishga boshlagan bo'ldi. Ma'lum, masalan bu oxirgi asrlarda. Lekin hozir yeni bir kuchniki o'ziga qarshi chiqishi uchun bütün nimasi bilan, kuchi bilan buni qarshi buni chiqmasa bo'ladi deb buni oldinlashga yo'llarni qilyapti. Hamda hozirgi davrdagi bu shakl o'xshamaydi. Media urushi bo'layapti, iqtisodiy urush bo'layapti, siyosiy diplomatiya urushi bo'layapti. Ama sahabalarning davrdagi bo'lgan urushda şu davrdagi o'zi qurib chiqqan davlatni va shu vaqtdagi musulmonlarning aqidasini qo'g'dash uchun dushmanlarning ularga qarshi ilib berayotgan harakatlarini to'xtatish uchun ilib berilgan. Va shuning bilan birga da'vatni, islom da'vatini kengaytirish, islom da'vatini xalqaralashtirish prinsipi uchun ilib berilgan. Shu da'vat asos qilingan, ammo bu da'vatninki qarshi chiqqanlarga o'z loyig'ida agar so'z orqali bo'lgan bo'lsa, munozara orqali bo'lgan bo'lsa, munozara orqali yozish orqali bo'lsa, qalam bilan Qur'on bilan kelgan vaqtda Qur'on bilan bular qilib bu ishni davomlashtirgan. Demek yani İslam dinininki asası bir devletninki barlığını, mevcudiyetini qo'g'dash uchun ilib borgan. Undan keyin Umayyi davridaymiz, Abbasiy davridaymiz. Bunun şu Romanlarga, şu Rimliklarga qarshi bo'lgan urushlar. Undan keyin shuning natijasida musulmonlarningki İspaniyani fath qilishi, hozirgi Hindistonni fath qilishi, Abbasiy davridagi o'rtalarida bizniki hattoki bu fathlarningki kengayib hattoki bizning yurtimizga vatanimizningki shu turk dimillarininki Türkistan'daki umumi fath qilinishdan iborat bo'lgan narsalar bo'lgan. Bular bir tarafdan da'vat ilib borgan bo'lsa, yana bir tarafdan dushmanlarning xirisiga qarshi urush qilgan. Masalan, Salib urushi deymiz. Bu shu keyingi davrda nihoyat cho'ng tahdid bo'lib musulmonlar uchun. Bunga albatta qarab turgan bo'lsa, musulmonlar tugab ketgan bo'ladi. Undan keyin Mong'ollarningki hujumi, urushlari islomga qarshi bo'lgan urushlar. Demak, buningda keyingi vaqtlarda siyosiy nuqtada o'zininki mavjudligini saqlash va shundaqla dushmanlarga o'zining kuchini ko'rsatib turib, ularningki qayta ularga qarshi bir ilm-fikr ishlatib ularni vayron qilmasligi uchun ilib berilgan harakat bo'lgan. Bu jahannamga ko'rinish. Undan keyin Osmonlar davriga kelgan vaqtida bu bir imperator misli taqabat taraqqi qilgan bir shakl bo'lib, bu vaqtda bular musulmonlarningki huquqini qo'g'dash, musulmonlarning boshqalar tarafidan tajovuzga uchrab qolganlarni qo'g'dash va shundaqla ularningki hürligini ve şundaqla ularningki mustaqilligini qo'g'dash uchun ular nurg'un siyosiy faoliyatlarni qilgan, nurg'un jihatlarni qilgan. Demak, bu ma shaklda bo'lgan. Endi hozir biz yashayotgan davrga kelsak, buning shakli hozir boshqacha bo'layotdi. Hozirgi davrimizda jihatning nimasi? Buningki hozir bizga musulmonlarningki ma'lum zaminlarga, ma'lum qismiga bo'layotgan zulmga qarshi ilib berilgan jihatlar va bu qurol bilan bo'layotgan taraflar va siyosiy diplomatiya yo'llari bilan bo'layotdi. Çeşitli yo'llar bilan kishilarningki fikrini to'plash orqali va shundaqla shu media orqali bo'layotgan zulmni kishilarga anglatish orqali zolimlarningki askarligini boshqalarga anglatish, boshqalarning bularga g'amxo'rligini, yestashlig'iga erishish orqali qilayotgan harakatlar bo'layotdi. Bu shu bo'layotgan jihatningki bir turi. Chunki hozirgi davrdagi bo'layotgan amaliy ishlar shu yuzini nima eng bilinmay qolgan vaqtda Qur'on ishlatilmasa, hozirgi asosiy ishlarda shu siyosiy narsalar yo'lga chiqqan. Buning natijasida masalan bir necha davlatlar o'tirgan, masalan shu siyosiy kurashningki natijasida mustaqil bo'lgan davlatlar bor masalan. Janubiy Afrika deymiz. Shunga o'xshagan boshqa bir qancha davlatlar bor. Bu o'zininki nimasini bu siyosiy yo'llar bilan hal qilgan. Endi buni ularningki shu nimasida bu kurash deb qaragan vaqtimizda endi buni lug'at ma'nosida qaragan vaqtda ular jihad qildi, kurash qildi, tirishdi. Yani bu musulmonlarga nisbatan, bizga nisbatan biz qo'limizdan hozirgi bor bo'lgan imkoniyatlardan foydalanish, uni o'rganish va buningdan qaysi shaklda buningdan o'zimizning hurligini, mustaqilligini qo'lga keltirish uchun amaliyatchiligimiz bilan, kuchimiz bilan buningdan shu yo'lda menish majburiyatimiz bor. Demak, bizning ustimizga jihatninki turli hozirgi vaqtda hamma shaklini biz turib chekishimiz kerak. Bizdan hamma shakli talab qilinadi. Ammo bu doiramizningki chekimizningki, kuchimizningki nimasiga ko'ra bo'ladi bu. Qanchalik qila olsak shunchalik. Xuddi Alloh la yukallifullohu nafsan illa wus'aha degan shu buyruqqa asosan bundan umidsiz tashlab qo'ymaslik, o'rligimizga bo'lgan, mustaqilligimizga bo'lgan ishonchimizni yo'qotmaslik, ammo shuningga qo'limizdan kelishicha qadamimizni bo'shashtirmay davom qilish. Bu hozirgi vaziyatningki jihat talabi. Alloh razı olsun. Ustoz hamda bu yerda hamda bu sizmi yuqorida so'zlab o'tgandek shu media axborotningki
bu sözünü toxtumay bulup Magharibde düşündürüşü, bu teşvikatının köp buluş sebeplik bu söz hazırımda şu fakat yani İslam'dan sirtidikilerle emas Müslümanlığa nispeten mi bir xil korkunçluk tuyulduğan, terörlük bilen oxşaş düşünüldüğün bu sözden Müslümanlar öz bir-birisinden bu sözün işilişinden kaçıdığan bir ehvalga kep qilishning sebebi dememdir. Bu İslam'da dinimizde zirvetu senamil İslam yani İslam'ın en yüksek pellesi deb kuyulgan amellerinin içindeki en yüksek bir amel deb qaralgan bir atalgı bu söz bir amel. Bilgen Müslümanlar mı kaçıdığan bir ehvalga düşüp qilishning sebebi demem. Yana bayam degandek, çünkü mushuni to'g'ri tushunmaganlik, o'qimaganlik, buni jihatning mazmunini, mafhumini tushunganlikning natijasi. Demak, bu bizning o'zimizningki ilmimizningki yetarli bo'lmaganligi. Tariximizni yaxshi tushunmaganligimiz, İslamiyetimizga bo'lgan bag'lanishimizningki yetarli bo'lmaganligi, bu o'zimiz har bir musulmon buni qabul qilmasa bo'lmaydigan bir omil buniki. Ana bu yerda buningki hozir jihatningki ham musulmonlar tarafdan hem İslam Müslüman bulmaganlar tarafından, İslam düşmanları tarafından medya arkalık bunu yaman kösteki sebepler nime degende, bizde bir yerde bu cihat nekege vaxtıda İslam'daki malum bir kısmı, kiçikkine bir kısmı, o da İslam'a tuluk bir parça buluş salayeti bulmagan bir guruhlarınki aşkulluk nimesini cihat nimesiga terkibiga ekir verip, cihat degan nam bilen mesela insaniyetninki nimesiga to'g'ri kelmaydigan, hatta o'zimizning dinininki cihat qilish ruhiga uygun kelmaydigan şekilde bazı bir hareketlerini qilish. Mesela insanların normal hayatıga büsüp girip, normal yaşamayotgan insanlarga mesela öyle patlatish, insanlarni yo'qotish, ibadat xallarni nima qilish, uni hujum karakteri qilib o'yanni nima qilishdan iborat bo'lgan kishilarning qalbiga faqat qo'rqinch soladigan bir shakldagi bir harakatlar. Terör hareketlerinde fazla onu terör namida berildi. Ameliyat İslam dininde bu aşkullik deymiz. Bu aşkullik neticesi bu kishilarga mush jihat degan so'zningki yomon ta'sir berishiga nihoyat cho'ng ta'sir nimasi omil bo'lib mush yaqinqi 20-30 yil jarayonida buningdan dushmanlarimiz nihoyat yaxshi foydalangan bo'ldi, foydalandi. Chunki mushuni dastak qilib turib, mana islom degan mushundaq musulmonlarning hammasi shuni xohlaydi. Jihat desa bular mushuni xohlaydi, mushuni qilmoqchi degan nuqtani mushu media orqali o'tirib qo'yib, nurg'un buning xabari yo'q insonlarni qalaymaqqonlashtirish, hattoki buning ta'siriga musulmonlarning bir qismining mushuni ta'siriga uchrab, hattoki jihatdan qochadigan, jihat desa bu islomga qarshi bir harakat degandek mushta bir so'z tushuncha beradigan holat kelgan. Ikkinchisi mushu dushmanlarning nimasida tarix islom tarixini bizga to'g'ri yetkazmagan. Tariximizni burmalash dushmanlarimiz tarafidan. Şuna hazır bayamsız degandek ma'lum davlatdagi musulmonlar o'zining islom tarixidagi birlikda mesela bir xilofatning ostida yashaganligini biz asli mustamlika deb ekanmiz degan tushunchada yashab qolishi. Nimani ko'rsatganda shu jihatni tushunmaganligi. Bu shu dushmanlarningki jihatni xato tushundirishi. Undan keyin shu siyosiy maydonda dushmanlarningki mesela islom dushmanlarininki siyosiy ustunligi hozir shu yaqinqi davrda bo'lgan siyosiy ustunlik. Endi bu siyosiy ustunlikni nima deydi desa, iqtisodining kuchlanishi, bularning media hozir eng cho'ng qurilgan bo'lgan media va shundaqla amaliy kuch, urush kuchlarininki, qurollarininki ularning qo'lida bo'lganligi, bularni nima desa, shuning gapi to'g'ridak anglanadigan. Bizda bir gap bor, gachi bo'lsa-mu bayning bola so'zi so'nda. Chunki boy bo'lgandan keyin u gachi bo'lsa-mu xalqlar uni anglaydi deydigan. Chunki hozir shundaq xato kuchlarning qo'lida qolgan bo'lg'achqa dunyo siyosati bularda bir adolat degan narsa emas, faqat o'zininki kuchini, o'zininki shu takabburligini, mutahamligini ishga oshirish uchun buni qurol qilayotgan bo'lg'achqa bular eng birinchi qilib nimani to'sqinlik qildi deganda mushu harakatni eng to'g'ri tushunadigan yo'l qaysi desa islom yo'li. Chunki islom hech qachon zulmga yo'l qo'ymaydi, tajovuzga yo'l qo'ymaydi. Unda bo'lganken bular u gapni qilib oldimizga chiqishdan burun biz bularni o'zininki o'zida buni xunuqlashtirib, boshqalarning oldida buni bir xato din yoki xato e'tiqod yoki xato bir nazariya, bularning tutgan siyosiy xato degan ma'nosi orqali bularni bosimiz deb butun kuchi bilan shuningga bush ishlatilgan. Chunki buni eng oddiy odam hozir sosyal mediada vaqt ko'p odam oz sondagilar buni izlanib, uniki to'g'ri yerga berib, uni pokizasini nachirdan qilib foydalansa, ko'pinchilari uduldan nima oldiga kelgan bo'lsa, shu to'g'ri deb uningga
tekshirmasini ishini qilish. Demak, bu Qur'oni Karimning prinsipiga zid ish masalasini oldinlarga bir uchur kasini tekshiroladi. Ammo buni tekshirganlar uchun desa, mujtamiyat az va tekshirib buni yo zodi bu to'g'rimi, to'g'ri emasmi deb aniqlashimiz kerak. Deydiganlarningki, buning yolg'on ekanligi o'tirg'i chiqib, hatto uning ta'siri o'zlari musulmon bo'lgan nurg'un odamlar ko'payib o'tirdi masalan, g'arib ellarda. Demak, bu bizning ham bu yerdagi shu to'g'ri tushunchani, jihatning to'g'ri mafhumini kishilarga yetkazish bu musulmonlarning ustiga yuklangan eng chong mas'uliyatlardan birisi. Endi buni biz xalqimizga, bizga nisbatan Sharq Turkiston xalqiga, diasporada yashayotgan Sharq Turkistonliklarning hammasiga jihatning to'g'ri mafhumini, to'g'ri tushunchini tushuntirishimiz, o'rgatishimiz bu bizning dinimizningki asosliq bir o'zimizning hayotidan dinimizni ayirmasak bo'lmaydigan muhim bir iborat ekanligini va shundaqla bu jihatning bizning mustaqilligimizga alohida yo'li bo'ladiganligi, jihatsiz bizning mustaqilligimizga yetishishning imkoniyati yo'qligini biz nihoyatda aqliy nimalar dalillar bilan diniy faktlarga asos aytaylik bor. Ammo shu hozirgi logik insonlarning tafakkuriga uyg'un holatda ular oldiga chiqib bularni tushuntirish bu bak muhim bo'lib qoladi. Xo'sh, Alloh razı olsun. Ustadamda, müşahadamda biz zariqib kutayotgan bu mustaqillik, temimizda mustaqillik va jihad. Yani bu jihadsiz amalga eshishi, u biz kutgan erkin, mustaqil beshimizni tik tutib yashaydigan kunlarningki jihadsiz bo'lishi mumkin emasligini ko'z oldimizda faqancha qasdiqmi ko'ryapmiz. Falastinni ko'rdik, Ukraina, Rossiya urushini ko'ryapmiz, yashayapmiz. Suriyadagi xalqning qandaq mustaqillikni qo'lga olganligini ko'rdik. Mushunda bir vaziyatdimi yana tinchlikparvar bo'lib o'lish, bu so'zdan qish. Endi ular boshqalar bizning dinimiz bo'lmaganlar uni jihadning bizning tilimizdagi ma'nosi bo'yicha aytgan vaqtida Uyg'urchaga rasmiy Uyg'urchalashtirgan bo'lsa, butun kuchi bilan qo'ldan kelgan hamma ishni tirishchanlikni ko'rsatib, ko'rash qilish qo'yamdi. Ular o tilda ishlatib, biz ham da jihad deb ishlatamiz. Bundan qochib tinchlikparvar bo'lish yoki boshqa nimaga kirib olish bu nimaninki hamda bu qanday tushunimiz bu masalani? Sizce shu haqda bir biz da'voyimiz haqiqiy samimiymi masalan bu temada? Jihatning muhimligi bizga nisbatan bayam aytgandek ham diniy jihatdan, ham siyosiy jihatdan, hem ahlaki jihatdan, hem insaniyet yüzünden, hem özümüzde şu vatandaki qarindoshlarimizningki beshlik qilayotgan kulfatni o'ylagan, shuni ko'z oldimizga kelgan ahvol ostida bizga bu jihatning qanchalik muhim bo'lib qolganligini biz his qila olamiz. Buni so'rovlarda so'zlaymiz. Ammo buni amallashtirishga kelgan vaqtida biz haqiqatan ojiz, kuchimizning ayeti yo'q deyarlik. Mundaq bir shaklni qilib, unda bo'lganki biz yo'q narsaga eslavib qilinmagan degan ishni qilgandan, shu ba yo'llar bilan dunyodagi cho'ng davlatlarning yordami, ularning tinchlik yo'li bilan diplomatiyasi bu ishni hal qilsak bo'lmamdi degan mandaq tushuncha kelib qoldigan ishlarni bu tabiiy. Nima uchun deganda buni biz tushunimiz kerak. Chunki dinimizda jihad faqat urushlar emas, to'g'ri. Biz bizda qanday turli narsalar bo'ldi. Bu hamma vasilalarni qo'lga keltirish, barliq omillarga erishish masalasi bor. Biz masalan, Falastinliklarning mu bir qismining jihad qilganimiz, G'azza xalqininki mustahkam to'g'anligiga qaramay, u jihad qilganligi uchun Alloh ularga yordam berdi. Bütün hamma narsa ayrılib qolsin, lekin o'zini beshni ko'tarib balaqa tugab ketdi bular, hech kim buni qutlanmaydi degan umumiy dunyodagi kishilarning qarashida bu hech kim uni xalq biroq yo'qolib ketadigan bo'ldi degan bundaq bir tushuncha kelib qolgan. Dushmanlari albatta shunday qilishni xohlaydi, lekin Allohning irodasi bilan bu dal aksi bo'lib chiqdi masalan. Bundan keyin taxim uning cho'ng g'alaba nusratlarini Allohning berishini so'raymiz. Bu yerda bu xalqdagi jihatning ruhini jihad qilguvchilar bu amaliy jihatda qiladigan odamlarning qalbiga singib bir masala. Ammo shuni anglagan, ko'rgan atrofdagi butun millatningki buni qabul qilishi, buni to'g'ri tushunish masalasi bu bak muhim nuqta. Bizda bu narsa yo'q. Hali bu jihat qilamiz desa, uni osondagilar uchun to'g'ri qilishimiz kerak yoki bo'lmaydi degan bo'lsa, atrofdagilar buni voy bu bilan mumkin bo'lmaydi degan ta'til tushunchada. Agar shunday bir harakat bo'lgan bo'lsa, shuni atrofga uyushib, shuni qo'llab-qo'g'dab turadigan mundaq bir bizda unda bir tarbiya yetilmagan. Demak, bizning xalqimizningki tarbiyasi bu vaqtda yetarli emas. Masalan, G'azza xalqi qanday qildi? Buni xalqni chiqib ketsa bo'ladi. Biz faqat shu Hamas bilan qarshi bizning urushimiz. Bular chiqib ketsa biz ularga tegmaymiz degan boshqa nurg'un propaganda qilingan bo'ldi. Lekin ularning dedi, yo'q, bu bizning menimiz, bishara tug'ildik, bishara o'limiz. Bu bizning maydonimiz dedi. Barlig'ini yo'qotgan odamlarmi shu zemini uchun urush qilayotganlarning ustidan bir eg'iz xato gap qilmadi. Sening sababini bundaq qilib qoldik demadi. Bizlar qanday qilib keldik? Sen
tuxumni tashqatgandan keyin tuxumni tashqatgan barobarlik o'xshash ko'rding yoki tashqi tuxum otding qisbiyat o'zingni bilganini qilib uni qisbiyatdan yaxshi bo'ladimi degandek nihoyat dag'ar tilda qo'pol hatto ota onalarmi o'zini bolalarga bergan tarbiyasida jim turishish chiqmaslikdan bo'lgan ma bir xil qulluq nimasidagi bir xil nimani ideyani bizningki naslarimizga singdirib o'tgan bo'lg'achqa biz bundan chiqib ruhliq bir holatda qo'rqmas yuraklik holatda bundoq bir maydon uchun otlanish bundoq maydon uchun bir haqiqiy tayyorlik qilish nimamiz bizniki ojiz bo'lib kelgan. Shunga biz buni bir qarablam yo'q bu bundoq ikki tarafni ikkisini ayırmasak olmaydi. Tishliq tarafini o'z yo'lida tishliq bilan menishimiz kerak. Uni tashlab qo'yolmaydi. Ammo jihodiy taraflarga buning uchun bo'lgan tayyorlik masalasi bor. Buning eng muhimi hozir biz ilm berish. Avlodlarimizni to'g'ri ilmga ko'chish. Hozir ota-onalar masalan hatto sirtdami bolalarimizniki o'sha turmush yaxshi usulda degan butun kuchini shunga taraf qilyapti. Ularniki Yevropalarga qo'yash turmushga erishalaydi ekan, soat o'ldi buni uchun qiziqtiryapti masalan. To'g'ri u bir hayotning bir nimasi. Hozirgi vaziyatda shunday bir ehtiyoj bo'lgan bo'lsin, lekin bizga asli ruhimiz bizdan talab qilingan shu jihodiy ruhni taraqqiy qildirishimiz kerak. Bu ruh yetarli bo'lmaganlik. Sizlarning yetarli emas. Hattoki mushu sohada xizmat qilib vatanning mustaqilligi uchun harakat qildi deganlardan bu ruh dahi mana shaklda emas, atliq tang ilib bora oladigan, tang qaralaydigan, hammani qo'llay oladigan mana shakldagi tushunchaning ojizligi bu bizni mushu holatga olib qo'yadi. Ilgari masalan ilgari vaqtlarda jihad urush desa faqat Qur'on bilan bo'ladi. Xo'sh. Qur'on bilan bo'ladi, hal bo'ladi ishlar. Biz kirdi, oladi, kichikni uchun o'tishninki ham bo'ladi. Hozir vaqt u bilan emas. Hozir iqtisodiy urush bor. Siyosiy urush bor, diplomasiya urushi bor. Masalan buningda davlatlarning qo'ygan qonuniga asosan xalqaro qonun deymiz. Qonunsa qonunni ma'lum tarafini qabul qilib, shuni bilan menishga majbur bo'lamiz. Undan qanday foydalanish, qanday yo'sinda uni o'zimizningki siyosiy yo'liga tatbiqlay oladigan, ziyon tortmaydigan, turtmaydigan holatda uni tushunadigan bir guruhningki yetilib chiqish masalasi bor bizda. Biz bunga qanchalik hozir qadar mablag' sola oldik, qanchalik rasmiy soldik, qanchalik odamlarimiz bor. Bu shunchalik maydonda mustahkam tura oladigan, bu atrofni tushuna oladigan Nelson Mandelaga o'xshash masalan. Qul yashab turibmi? Shularning turmushida yashab turibmi? Ya'ni o'zininki shu mavqesini yo'qotmay, siyosatni shu davrdagi siyosatni yaxshi o'rganib, tilda bo'lmasin, siyosatda bo'lmasin, diplomatiyada bo'lmasin, hamma narsada raqam turmushda bo'lgan chiqmak kerak. Adaqında biz masalan biz vatanimizdan ayrılıp kaldık, yoki bizde imkoniyatimiz yo'q, hech chiqmasak bo'ladi, faqat yashasaqlar bo'ladi degan ma shakldagi nima qilishni o'zi bu haliqi siyosiy yoki jihodiy ruhninki yo'qib ketganligini ko'rsatadi. Ma shaklda biz bu o'zimizniki ahvol o'zgartirmaymiz. Chunki biz mediadagi ojizligimizni taraqqiy qildirishimiz kerak. Ba qo'limizdagi media 1-2-3 tal masalan o'sha hozir bo'layapti. Buni qancha qo'ldirdik masalan. Avlodlarimizning tarbiyasi uchun qanchalik biz iqtisodiyimizni ajratdik, boylarimizni ish qildik. Bizdeki mesela Allah pul bergen, iqtisod bergen baylarımız var. Buların qilgan mesela bizning vatani uchun qilgan xizmat qanchalik ularni bir jihad qo'ralab turgan demaydi mesela bizga. Ular undan qilmaydi, ham qilolmaydi. Lekin bir bay o'zining bir balasiga kuyingandek bir balaga imkoniyati bo'lsa 2 ga yoki 4-5 ga eklib, shuningki bir o'qish nimasini, xarajatini ustiga olib turib, minhasini qilib, scholarship deydi buni, o'qish nimasini, xarajatini ustiga olib turib, o'qisa, mana bu eng to'g'ri solgan rasmiy yo'lidir. Cihat faqatlam hissiyat qilib Qur'on shu ortolaşlarla hozir qo'lga bir narsa apas qo'lga islam voy mening qo'limga bir narsa bo'ldi deyishni hal bo'ladigan narsa emas bu. Buning nurg'un tayyorlik bosqichlari bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning nurg'un bosqichlarini o'tkazgan. Shu tarixda biz bayon so'zlagan tarixdagi butun nimamizda hammasida turuq shuar bilan emas, hissiyat bilan emas, amaliyat bilan. Shu davrning siyosatini tushunish, shu davrning siyosatiga taqozotiga loyiq ish olib berish, tarbiyalash, avlod tarbiyalash bir naslni yetishtirib chiqish bilan bo'lgan. Shu sababdan bular o'z tariximiz hozirga davom qilib kelgan, saqlanib kelgan. Ammo undaq bo'lmagan yerda qanday bo'lgan? Bu yoq ojizlik qolgan vaqtida qo'ldan ketgan. Ispaniya masalasi, Endulus masalasi oldimizda. Mesela xilofatlarning yiqilishdagi omillar qaraydigan bo'lsak, hammasi aslidagi jihodiy ruhninki ojizlik qolganligining natijasi. Chunki biz bu yerda bir aqlam oxirida natijaga bog'liq bo'lmasdan, biz o'zimizdagi bosqichga hozirgi harakatimizga hozirgi yo'limizga o'rnimizga qarab turib, bir aqlamda hech qilmadik deb umidlanish emas, qila olgan yerlarimizni tahlil qilish, ayni qila oladigan taraflarimiz qanchalik, biz qaysi shaklda bunga harakat davom qilsak bo'ladi degan nuqtalarda izlansak, inshaalloh bizningki kelgusimizda yaxshi natijalarni Alloh subhanahu va taolo bizga tayyorlab qo'ygan. Ammo biz o'sha yerga bir uchun bo'lgan yo'limizni to'g'ri tanlashimiz, qadamimizni to'g'ri ilishimiz bizga bog'liq.
Xo'sh, xo'sh. Alloh razı olsun. Ustoz, programning vaqti to'shib o'tib ketdi, ammo lekin oxirida eng muhim savolim bor. Bu qisqa bir javob olsam, biz davlat qursak qandaq davlat quramiz degan bir savol. Nimishqa hozirgacha emasam shuncha yillardan buyon faoliyat qilyapmiz, mustaqillik da'vosi qilayotgan tashkilotlarimiz dunyoga aniq bir shaklda yo'l xaritasi, nishon buni sunamadi hozirgacha. Faqat kishilik huquq, inson haqlari bu degandan halqib ketanmay, xuddi u narsaga erishsak, biz mustaqillikni tashlab, men hozir jamiyani echbay deyman, shu yashasam, Xitoyning ostida yashasam bo'ldi degandek, xuddi uni eg'izdi deymizmi? Shu xuddi u narsalar hal bo'lsa, shunga tugaydigandek. Dunyoga nima uchun sunamadi hozirgacha? Bu hakikaten adamın içindirdiğin ahval. Konumuz bir aram buldu. Ama biz yüzümüzü bir tutup bilip soğukkanlık bilen oylasak yana. Bizning meselemiz bu addi siyasi meselemiz. Nayt murakkab mesele bizninki. Bizninki siyasi ahvalimiz pek murakkab. Hiç qandaq devletning siyasiyatiga o'xshamaydi. Falastinlikka o'xshamaydi. Falastinlik qanday bo'lmasin, uningki siyosiy maydonini biladigan davlatlar bor. Qo'llaydigan davlatlar bor. Uning uchun so'zlaydigan odamlar bor. Masalan, tashkilotlar bor. Bizga nisbatan bunun hiç qaysi yo'q deyarlik. Hiç yo'q asosi. O yilda bir qatimliq kichkina bir kishilik huquq nimasiga 1 minutlik yoki 2 minutlik nimaga bir so'z berish yoki o'zimizni boranmay boshqa odamlarga pul berib advokatlarni shayalak apirib ochlar bir so'z berish yoki bir material sunishdan boshqa uni ortiq ish qilinmaydi. Nima uchun deganda biz buning bir necha omillar bor. Buni nihoyatda yaxshi tushunishimiz kerak. Birinchisi bizning siyosiy jihatdagi bizning ojizligimiz. Siyosiy degan vaqtda o'zimizning siyosiy tushunchasi sunishi siyasi yollarımızın yetişişi bilen birge bizning siyasi yolumuzni boshqalarga qanday yetkazish, boshqalarga qanday qanoatlantirish, bizning siyosiy huquqimizningki rosa yolg'onlikqa ilib borayotgan faoliyatlarimizda ki kamchilikning jiqligi bor. Askeri jihatda biz yo'q deyarlik. Yo'q desak bo'ladi, ammo yaqinqi konumizga qo'shib qiladigan ahvol albatta bu inshaalloh bir yaxshi bir boshlash inshaalloh buning davomini yaxshi bo'lishini Allohdan so'raymiz. Ammo bu kimning qo'li bilan qayoqqa bo'ladi uni uqmaymiz. Demak, o'zimizniki mustaqil bir nimasizniki bo'lishi bu ayrim masala edi. Bu yerda o'rnidan biz yo'q. İqtisodiy nima desak, iqtisodimiz nol biz, nol. Coğrafi o'rnimiz desak, biz dunyoning hammaga chechilib ketdik. Bizning o'rnimiz, coğrafi o'rnimiz bu ishni elib boradigan yo'limiz, bir coğrafiylik o'rnimizning bir yetarli bir yeri yo'q. Hech qanday yerimiz xotirjam emas. En xotirjamlik ya Turkiya esa shu yerda bunday qiyinchiliklarimiz bor. İqamet meselelari var, iqtisod meselesi var, pul meselesi var, hizmet meselesi var. Nurg'un mesele demek o'zimizningki bir kishilik qiyinchiligimizni hal qilib biz bu ish uchun alayda bir qurban beradigan holatdagi bir nimamiz yo'q bizning. Uningdan o'tama qaraydigan bo'lsak, dushmanimizningki bu hozirgi vaqtda bularningki yo'g'inib ketishi. Iqtisodiy, siyosiy, diplomasiya maydonida bo'lsin, askeriy jihatda bo'lsin, hozir o'zini dunyoning hujjatlar bo'laman deydigan Amerika bilan sanksiya qo'shtiradigan bir holatga ketayotgan nimasi va shundaqla hozirgi shu taraqqiyotning hammasida asosli kuchi shularning qo'li bilan aylanayotgan bo'lg'achqa bizning qilayotgan ishlarimizninki yepidan yengilgacha hammasi ularning qo'lida aydin. Hatto o'zimizning atrofidagi ichimizdagi shpiyonlarga bizga qarshi harakat qilayotganlarga biz hech qilmaydigan darajada. Ammo ular ta'minlab hamma jihatda yetarlikni qilib elib ketyapti. Demak biz bir reallikni qarashib o'ttirdik, biz duch kelayotgan reallikqa bir nima tahdidga qarashimiz kerak. Bizning bunga qarata ilib borayotgan harakatlarimizda, ishlarimizda qanchalik unumi bo'la oladi bunday ahvolda. Bizdagi eng chong unum bizdagi nima esa umid. Allohga bo'lgan ishonchimiz. Shulan va bizning qo'limizda eng kuchli biz keynimizga yenib ketmaydigan, ojizlab qolmaydigan, umidsiz ketmaydigan biz shu Allohga bo'lgan ishonchimiz, umidimiz shulan va boshqa jihatdagi va amaliy dunyoning siyosiy maydonida bo'layotgan, hozirgi vaziyatda bo'layotgan ishlarga ko'ra bizda hech qanday narsa yo'q. Ammo mo'jiza xarakterli bir ishning yo'q yerdan paydo bo'lib qolishi Alloh qasir, Alloh xalis qiladi. Lekin biz dunyoda sabab bilan yashaymiz. Sabablarga qaragan vaqtda bizda undaq bir narsa yo'q. Ammo yana bir tarafdan bizni bir qo'llaydigan, haqiqiy ma'noda qo'llaydigan davlatlar yo'q. Siyosiy maydonda dunyoda o'tadigan davlatlar. O kichik bir davlatning undaq bir imzo qo'yib qo'yishi va bularga zulm bo'lavdi, bu qo'llash emas bu. Undaq bir davlat bizda yo'q. Hattoki kishilik huquqni qo'llaydigan dunyoning xo'ja biz hammaga ega bo'lamiz, bizni qilmaymiz, masalan BDT deymiz, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. Bizning haqqimizda nima ish qilib bergan bor? Hech yo'q. Qo'shib kelsa voy bularga bir tajovuzlik, bularga zulm uchrayotdi deb qo'yibdi. Ammo talab qildigan nima? Bularning hurligini beringlar, shunchaliklar. Buni pisin qilmaydi dushmanimiz. Undan keyin bizniki coğrafiyalik o'rnimiz, hozirgi vatanimizniki, atrofimizdagi davlatlarning, qo'shni davlatlarimizning bizga qilayotgan muomillari.
Bizning siyosiy jihatdan ham bilan ayrılık qilishimiz. Hamma jihatdan. Hatto o'zimizningki qon qarindoshlari tarafidan bo'lsa-mu tashlanib ketdik. Din qarindoshlarimiz tarafidan tashlanib ketdik. Atrofdagi davlatlarimizning hammasi bizni qo'rshab turgan davlatlarning hammasi Xitoyning siyosatini qo'llaydigan davlatlar bo'lib ketdi. Bundaq bir shaklda biz qanday bir xarita chiza olamiz? Xarita faqat qisib qo'yib nazariy va nasib qo'ygan emas. Buning uchun biz shu xaritani to'g'risida biz davlatimizda qanday quramiz deydigan yerga bag'ocha bizning oldimizda bosgan nurg'un bosqichimiz bor. Bu shu hozirgi oldimizdagi bizniki shu to'salg'ular bor. Shuning bir-birlab shu toshlarni biz yiqitib, yo'limizni tozalab, dag'dam qilib, menishga to'g'ri keladi. Bu uzun yo'l, uzun jarayon, ammo biz to'g'ri bo'lsak, to'g'ri bir qadam olsak, Alloh bizga qarata ikki qadam oladi. Chunki Allohning va'dasi bor. Benden men tarafga to'g'ri bir qadamni olsa, Alloh ikki qadam oladi. Menib kelsa, yugurib boradi. Demak, men uning deganini qilib berma deydi. Ammo biz demak bu yerda eng muhim bo'lgan Allohga haqiqiy qul bo'lish. O'zimizni musulmon deymiz. Ammo qani bizning musulmonlarligimiz. O'zaro bir-birimizga bo'lgan muomalamizga qani. Biz masalan o'tgan bir nimamizda masalan darsimizda shukr qilaydik. Bir-birimizga qilgan yaxshilikqa to'g'ri shukr qilib 99 yaxshilikni ko'rib, birisidan bir qatim bir yomonlikni ko'rgan bo'lsak, 99'ni unutib, yomonlikdan olib chiqib, uningga masalan hujum qilamiz. Yomonlikni ko'rsatamiz. Amaliyotda bizning dinimiz aksishdi. Bir odamning 99 yomonlikni bo'lsa-mu, insoniy yuzda qilib qolgan bo'lsa, bir yaxshilik bo'lsa, shu yaxshiligini maydonga chiqib turib, uning bilan bo'lgan shu orqali muomalamizni qarindoshligini taraqqiy qildirish, shu orqali o'zimizniki fikrini birlashtirish, bu yo'llarimizni bir yerga ekilish, iborat bo'lish kerak edi. Hammamiz o'zimizning yo'lidan to'g'ri yo'l, boshqalarning yo'lini ko'zga ilmaymiz, to'g'ri qilinmaydi deymiz. Tanqidning hammini o'zimizga qilamiz, hujumning hammini o'zimizga qilamiz. Bunda ahvolda bizningki siyosiy yo'limizga o'zimizningki mustaqillik xaritamizning yo'lini sizish bu reallikda mumkin bo'lmaydigan ish deb qarsak bo'ladi. Biz shunga buni o'zimizdan o'ngshab mangan vaqtimizda tadrijiy jihatning ruhini tushungan vaqtimizda, tariximizni astoydil o'rgangan vaqtimizda, undan keyin hozirgi bizning bu shu davrda hozirgi vaziyatimizdagi dunyo siyosatini to'g'ri tushunib, o'zimizningki maydonini, e'tiqodimizni yo'qotmagan asosda, setilib ketmagan asosda biz o'zimizning siyosiy yo'llarini to'g'ri tutmoqimiz kerak. Xo'sh. Rahmat Alloh. Bu mening hamda tushunchim, albatta buning haqiqiy ahllari albatta bularningki boshqa albatta bo'ladi. Albatta shu olimlarimiz tadbirlardan buni o'ylashimiz kerak. Demak bu yerda hammamizningki buning ustida sizdinish majburiyatimiz aytdik. Xo'sh. Ko'p rahmat ustoz, Alloh razı bo'lsin. Mishada oxirlashtiraylik programmamizni. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni mishada oxirlashtiraylik. Tema intayin muhim bo'lganligi uchun biroz vaqtni oshirdik. Sabr qilib ko'rganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh subhanahu va taolo bu kutayotgan, biz orzu qilayotgan bu kunlarga eng tez fursatda erishtirishini umid qilish bilan birga shuningga loyiq amal qilishga tirishishimiz kerakligi so'zlanib o'tdi inshaalloh. Buningga muyassar qilsin Rabbimiz. Allah ömür berse atiki sanımızı görüşküçe aman boğaçlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء